Zodiyonni masjididan где-то 300-400 metr kirganingizda 10 sotix hovlimizni hozir obzorini qilamiz. Shu videoni kommentariyasida plus belgisini qoldiringlar. Men sizlarga to'liq videosini YouTube orqali tashlab beraman. Bu hovlimiz Zodiyon masjididan где-то 300-400 metr kirganingizda aholi yashaydi. Gaz suv svetidan umuman muammosi yo'q. Yaxshi holatda, remontlari ham zo'r bo'lgan. Darvozaxona, mashinaga joy simidan deydi. Bitta mehmonxonasi bor. Bunisi ikkinchisi, teraskasi bor. Keyin 7 ta xonadan iborat zelyoniy zona bor. 10 sotix joyimizni ko'rsatyapmiz. Podvallari ham rosa ko'p. Mana qaranglar, to'g'ri burchak. Meva kirgan daraxtlar ham bor. Chorvachilik qilaman desangizlar yoki dehqonchilik ham rosa katta joyi bor. Bitta tandirxona, hammasi mavjud. Pastda raqamlar qoldiryapman. Bemalol chiqib baraka qilishlari mumkin. Narxi kelsa, narxini hech kim aytganiga sotmagan. Xudo xolisa, uyda egalari zo'r insonlar ekan. Chiroyli qilib, sizni ko'nglingizga qarab berishadi, xudo xolisa, inshaalloh.